Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mehmonlariga bu holda yana navbatdagi gazoblasdan olamiz. 6 dona qolibi bilan Buxoro viloyati Qorako'l tumaniga chiqib ketyapti. Xohlasa ham olamiz, konkretib berganmiz. Motorlarimiz polni remenga olingan hammasi. Shablon bochkamiz kichkinasi. Bunisi ручной reskasi, razmeri yop kesadigan 1 tonnalik so'ngisimiz. Mushalgamiz. Qoplarimiz taylarga joylab olyapmiz. Bugun 25-yanvar holatiga kechpet. Soat 5:30 dan o'tdi menimcha. 5:30 o'tib qoldi. Xudo xolasa ishlarimizni davom ettiryapmiz. Avtomatreska so'ragan akalamizga avtomatreskaning eng oxirgi modeldagi avtomatreskalarni tayyorlab qo'yapmiz. Bemalol aloqa chiqib olasiz ekan, raqamlarga O'zbekiston bo'ylab dastavka, uстановка xizmatlarimiz bor. Avtomatreska pol avtomatini so'ragan akalamizga $6000 dan boshlanyapti. 10 dona qolibi bilan ag'iga qolib ko'payishi, kamayishi, lentalik, tarozilik shularga qarab narx qo'shilib ketaveradi. Xohlasa qoliplarimiz ham oz qoldi bu yoqda. Ertaga yana bitta dastavkamiz bor, uni ham videolarni olib chiqaramiz. Kanalda mehmon bo'lsanglar, do'stlar, mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like tugmasini bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivojlanishiga. Ekranda raqamlar qoldiryapsiz, aloqaga chiqib olasiz. Endi ish orasida narsa so'rab qolishdi, e'tibor bermaysizlar. Bu liniyamiz mishalkalari, ular ham motorlar remenga qo'yilgan. Ideal holatda. Xudo xolasa. Oyoqlari ham oddiy yo'nlikdan emas, 8x profildan terilgan oyoq qismlari ham oddiyroq yo'nlik qo'ysa ham bo'ladi. Endi bu veshniga xizmat qiladi bu yo'nliklarimiz. Taylarini shunday ankirlab, stashkani ustiga qatirib beramiz. Taylariga yarim ber baravar betonlar kuyish shart emas. Avtomatreskalarimiz bunisi 220 ga moslangan. Bunisini 380 ga motorlarni yerdan yig'dirib qo'yganmiz. 380 220 tokka ishlayveradi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка xizmatlarimiz bor. Like tugmasini bosib, xudo xolasa podдержка qilib turasizlar do'stlar. Ertaga chiqaradigan videolarimizni ham videolarni qilib olamiz.